natijnoyning sirini qarang, bugun ochamiz. Natijnoy originali ochilib yopiladi. Qarab turing, mana haqiqiy original ochilib yopiladi. Sifatsizlari arzon bo'ladi. Arzoniga ko'proq uchasizlar-ku, uni ochib yopib bo'lmaydi. Xo'sh, biz nima sababdan ochdik? Buni sababi ana bu yerdan lustra joyi bor edi. Pad lustra joylarini noto'g'ri aytib qo'ygan ekanlar. Uyning egalari, o'zlari, magazin egasi. Biz endi pad lustrani mana bu tarafga ko'chiramiz. Mana bu yerga ko'chirishimiz sababi ana eshikdan kirib kelgan paytimizga ana shu ikkita balkon o'rtasiga bo'ladi pad lustra joyi. Haqiqiy natijnoy ochilib yopiladi. E'tiborli bo'linglar. 10 ming so'm, 15 ming so'mga uchmanglar. 10 ming so'm, 15 ming so'mga uchib mana shu ochilib yopilishlar masalasi bo'lmaydi u narsa. Ochilib yopilmaydi. Tamom. U bir martalik одноразовый o'xshaydi. Haqiqiy originallari bemalol ochib yopib bilasizlar. Shundan farqli olib bilasizlar. Natijnoyni kelgan payti ham ochib yopib bo'ladimi? Shuni so'ranglar. Natijnoychidan. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.